Bugun sizlarga obzor qilib beradigan materiallarimiz bu taftovoy materiallar. Ko'pincha biz sholk, lion hiblarni ko'rsatganimizda ko'pchilik steachiroq materiallarni ham so'rashadi. Shuning uchun imino qilib sizlarga hammasini obzor qilib beramiz. Steachi materiallarimiz ham bor bizda. Oversize kostyumlar, pishni ko'ylaklar, baskalar va taktarli ko'p narsamizga mos keladigan bu materialimiz birinchisi o'sha aytganimdek taftovoy material, steachi, bular printlari oq fonda, rozi printli. Bu o'zi forma ushlaydigan, mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli, qattiq, rukavalari peshni turib beradi. Baskalarda ham, kostyumda ham, ko'ylakda ham formasini vahshiy zo'r ushlab beradi. Chunki ko'p materiallarimiz unaqa ushalmaydi. Xuddi shu materialimizni kimdir qattiqlik qiladi menga desa, xuddi shu materialimizni leoni bor. Bir xil print, bu leonni qilingan, yozgi material, havo o'tkazadigan, приятный narsa mana. Bu materialimizda g'ijim bo'lar ekan yoki nimadirlar deysiz, xuddi shu printda g'ijim bo'lmaydigan versiyamiz ham bor bizda. Bu gal sizlarni chiqarib yubormaymiz do'konimizdan, chunki bitta printni o'zini hech xil yo'nalishda olib keldik. Bu qattimlik qilsa leon bor, leon hidi yozga zo'r. Bu sal g'ijim bo'ladi desalar, viskozamiz ham bor. Xuddi shuni boshqa printlari bitta ko'rishingiz mumkin. Vaqt chiroyli narsa bu ham, yengicha, foni oqli, mayda garoqli, rozi svit anaqasi bor, svitochkalari ham bor. Buni ham maslahat beramiz. Kiyimga kiyim bo'ladi, sal vecherniyroq kiyimlar ham vaqt zo'r chiqadi. Men printni ham o'zimga rosa yoqadi, vaqt chiroyli. Formasini qanaqa darajada ushlab beradi. Bitta kiyim qilganda mana rukavalarda bu eshni mana bunaqasidan forma ushlab beradi. Xuddi shuni ham bizda bor sizlarga leona. O'sha приятный narsa. Odamning eynida ham yoqimli. Juda ham yupqa, mayin yozga mos. Kimdir buni qattim deydigan bo'lsa, leoni bor xibishni. Kimdir leonni ham bo'lmaydi menga desa, unaqa viskozasini ham ko'rishingiz mumkin. Bu printlar hammasi biz uchun imino o'zim zakaz berganman. Qattiqdir ko'rib qolsanglar ham, o'zi ko'rmaysizlar ham, ko'rib qolsanglar ham agar bizdan olib, kopiya qilib ishlashayotgan bo'ladi. Shu narsalarga e'tibor beringlar. Bitta obzor qilib berishda davom etaman. Hamma narsamiz ham bor. Buni ham xuddi shunaqa o'zini viskozasi ham bor. Komplekt. Chiroyli narsalar bular. Bu yil o'zi ko'pincha oq folli narsalarga juda ham talab bo'lgani uchun shu narsalarga ko'proq e'tibor beryapmiz. Просто gladki, mayda print. Bu bordoviy rangda. Bu ham zo'r. Gulli narsa menga yoqmaydi degan mijozlarimiz uchun просто gladki, sal printi bor ustida, yevropeyskiy narsa. Bundan ham aytganimdek baskali narsalar, shimli, kostyumli narsalar ham zo'r chiqadi. Yoki strogi ko'ylak, yoki pishni ko'ylak. Fasollar ko'p variant. Mana bu narsamiz ham ko'ringlar, bu ham vahshiy zo'r narsamiz. Buni printi o'zi taniqli print. Chunki Shahlo Ahmedova ham kliplarni tikib chiqdilar. Juda ham chiroyli chiqqan kiyimlari. Xuddi shuni sholki ham bor. Vahshiy приятный narsa bu ham. Основasi xibishni, juda ham chiroyli narsa chiqadi. Bu fasonni Shahlo Ahmedova primo qildirdilar. To'g'ri turadigan korsetli variant qilib tikilgan. Shunaqa variantlar ham qilsanglar bo'ladi. Pishni narsalar ham kostyum ham farqi yo'q. Bu narsaga to'g'ri keladi. Xuddi shu versiyani hamdaqa printligi bor. Bu hozir kunda juda ham chiroyli dizaynerlarimiz yaxshi biladi. Shu bir rossiyalik dizaynerlarimizni ko'p ishlatishadigan print. Shu chiroyli narsa. O'tga bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa fasollarga mos keladigan chiroyli printimiz. Rozi rangda, chiroyli, nejni pudratsenkida. Bu yangi partiyamiz. Bitta partiyasi tugagan edi, detskiy ko'ylak olishgan. Hammasini chiroyli nejni narsa chiqadi. Bunga o'sha oq dabavka bantiklar, qatigadir lentalar qilsalar ham zo'r chiqadi. Keyin bunga detskiy ko'ylak tikishgan davomman. Bunda detskiy ko'ylagimizda qora bantiklar ishlatishgan barxitdan. Bu ham takoy o'zicha chiroyli chiqqan. Mana ham chiroyli bantikchali, bu ham oq fonda, rozi print. Chiroyli narsa bu ham ko'rishingiz mumkin. Kimgadir qiziq bo'lsa, har doimgidek o'sha hit prodaja, buni har doim olib kelishda charchamaymiz. Dolce Gabbana kolleksiyasida buni ustida shifoni, sholka, hamma printi bor. Bu taftasi, o'sha pishniroq ko'ylagiga kimdir xohlasa, sholkadan chunki chiqmaydigan narsa bulardan chiqadi. Etelarni keng qilib. Mana ham xuddi shuni yangi partiyasi yaqinda chiqardi, senior senkida. Bu ham chiroyli. O'zi bundan shunaqa keng narsa tikkan rasmlarida ko'rsanglar bo'ladi. Indiyskiy bitta aktrisaga Dolce Gabbana imonni o'qib chiqarib bergan edi. Peshni kiyim qilib shunaqa narsangizga vaqti chiroyli narsa chiqadi. Bular forma ushlaydigan steachi materiallarimiz.
bizning do'konda har xil versiya materiallar bor. Shol, shifon, dismel, boy, hb, har xil versiyalar bor. Bular imенно masalan tafta formasini ushlaydigan stoячий materiallarni obzor qilib berdim. Kelinglar, podrobnее tushuntirib beramiz. Hammasini bir shaxta hammalarni kutamiz.